salla kiyib, chopon kiyib xizmat qilish boshqa. Uni formani kiyib xizmat qilish boshqa. Agar dedim, menga forma bersan, keyin qilib beraman dedim. Nimaga? Men uchun o'sha sharafliroq. Butun millat 33 million aholi sizlarga ishonib chegarani topshirib qo'ygan. Mana shu sizlar aytayotgan mujohidlarmi? Ayollar kabi raqs tushayotgan bu tog'utning askarlari sizlar aytayotgan mujohidlarmi? Navzubillah. Sizlarni vataninglarni, sarhadlaringlarni, millatinglarni qanday mana shunday o'ynab himoya qilishadi? Musiqani harom desak, halollab berdinglar. Riboni harom desak, halollab berdinglar. Soqolni sunnat desak, muhimmas dedinglar. Ular tog'utning askarlari desak, Allohning askarlaridir dedinglar. Navzubillah. Ey dinini sotgan imomlar, Falastinda yahudiylar musulmonlarni qonini ichayotgan bir paytda Amerikada yahudiylar bilan birga iftorlik qilib o'tiribsizlar. Qani sizlarni barovatinglar? Mana shu sizlar aytayotgan mujohidlarmi? Muslimalarning ro'molini yechishga haris bo'lgan, bolalarni masjiddan quvib chiqarayotgan, tavhid ahlini qamab yurgan, mana shu sizlarning mujohidlarmi? Alladina amanu yuqatiluna fi sabilillahi va alladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tog'ut. Iymon keltirganlar Allohning yo'lida jang qiladilar. Kofirlar esa tog'utning yo'lida jang qiladilar. Alloh iymon keltirganlarning valisidir. Ularni zulmatdan nurga olib chiqadi. Yuqorida sanab o'tganlarim raqs tushish, musiqa eshitish, tavhid ahlini qamash, namozdan yiroq bo'lish, bular zulmat amallaridir. Biz o'zimizning aqidamizda sobitmiz, Allohning izniyle. Mana shu ikki rasmdan qay biri Allohning yo'lida jang qilmoqda, qay biri tog'utning yo'lida jang qilmoqda. Mana shu ikki rasmdan qay biri arslonga o'xshaydi, qay biri esa chiya boriga. Tafakkur qiling. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz.